Assalomu alaykum, hurmatli oyam ahli. Hammanglarning Qurban hayitiga muborak bo'lsin. Biz bugun san'at suyar xalqimizning ma'naviy turmushini yanada beyitish maqsadida sarxil nomerlardan tashkil topgan bir kechilik konsert tayyorladik. Bu kechiligimizning nomi Oyam shodligi. Men kechilikning oyam shodligi deyishiga chin dilimdan qarshi. Voy. Kim o siz? Bu tamto'dan o'shu chiqqandeklar. Anda bu. Va ko'mayvatamsiz. Biz mayada repetis qilyapmiz, generalni repetis. Voy, ko'rayapman bu repetisingizni, ko'rayapman, shuni chiqdim men bu yerga. Ko'rsangiz nima qalaymiqan qilasiz ham sahnani? Fikam, bu sen men qalaymiqan qilyapam demisizmi? Siz Tova, madem bilmaydigan o'xshaydi. Maqarang. Men ma'vo kechilikning riyosatchisi. Mandadan sizmi bilmaydigan o'xshaysiz. Men kechilikning ilgisi. Bu siz zodi kim bo'lasiz? Qarang, men kimligimni gapirayman? Men güzel dünya barpo qilish supurgichilik chaklik shirkitining bosh lideri Superbay bo'laman. Endi to'nag'asiz? Voy, mandaq demamsiz, Superbaydan. Kechiring, to'nimay qolibdi-da. Afkam, og'zingizga beqib so'zlaydigan, kimligimni bilgan vaqtda o'shunda deb yilingiz chiqib ketadigan. Astagfirullah. Maqarang, sizlardek korxonchilarning bizning faoliyatimizni shunda qo'llig'inglarga biz chin dilimizdan rahmat aytamiz. Biroq ushdan tutib chiqib qoldingiz, bizga deydigan bir talab fikrlarimiz bormi, ya? Fikam talab bo'lmasa, nay-nayga hejlaydigan mening bir o'g'illardan tilim yo'q, jenim fikam. Sizga deb qo'yay. Dunyada dun qopab, yemay, ichmay yiqqan pulni sharak salab, inobat mablag' saylavatamiz mavada fikamiz. Allah. Aqlli odamkansiz. Nurg'un baylarning puli bo'lgan bilan inovati yo'q. Sizning bu shu inovatga mablag' sog'iningiz noyta aql ish bo'pti. Fikam, men o'sha birinchi pulni hejlab inovat mablag' selamasam, siz qo'pab bayam qilib mening inovatim bilan qilchim munosabat yo'q gaplarni qilib riyosatchilik qilsangiz, mening bu inovatim qanchalik ushlab ketayotganim fikam? Voy, men qanday riyosatchilik qildim? Fikam, siz 4 hucham bo'lib aytramsiz. Sizning bu riyosatchilik so'zingizda nimishki mening shirkatimning nomi tilga ilinmaydi? Pulni men chiqargan tursam, har bir jumla so'zingizda mana bizning nomimiz tilga ilinib turishi kerak, ukam. Bu maqsadingizni toza tushunamadim men. Voyjon, mo'shinchilik ishni tushunmay qanday bir riyosatchilik qilayotgansiz, jinim ukam. Bizga deydigan bir talablaringiz bormi-te? Bayam qashi o'yin boshlash so'zini qaytadan deysiz, ta'riflaymiz. Bu tekstlarni bizning tahrirlar allaqachon tahrirlab qo'ygan. Kim? Men o'zim ta'riflayman, danga boshqadan. Astagfirullah. Danga. Ma'qul. Hurmatli oyam ahli. Supurganlarga muborak bo'lsin. Qanday deymiz buni? Alaykum danga. Biz san'at suyar xalqimizning shundaqlar, qani supurgi suyar xaridorlarning alaykum danga. Ma'naviy turmushini yanada beyitish maqsadida güzel dünya barpo qilish chaklik mas'uliyat shirkatininki mablag' pul chiqarishi oqsida. Demak, sarxil nomerlardan tashkillangan bir kechilik konsertimizni tayyorladik. Bu kechilikning nomi supurgi shodligi. Voy. Bundoq desa qanday bo'ladi uni? Hozir bo'ladi ukam. Bu supurgi degan ukam, dunyoni maynachilikdan tozalaydigan yaxshi quram. Supurgi bilan dunyoni go'zallashligini bildi. Dunyo go'zal bo'lsa, insonlar shodlikka erishadi. Demak, sizning mening shodlik erishishimda bu supurgining o'rni intayin zo'r ekan. Shunga supurga desak, nima ish bo'lmaydi ekan, supurgi shodligi desak, bu kechilikni ukam. U desak bo'ladi, lekin nadimi bu oyam shodligini supurgi shodligi deydigan ish bor deyman. Qattiq shunday deymiz ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Qattiq bo'lmaydi. Bo'lmaydigan ish bo'lsa ham, nima desanglar deb bilinglar, men pulimni qaytarib olaman, bo'lib ketdi. To'xtab turing, makilama. Maqarang. Basatli şeyli. Ben demekçi. Qarang ukam, demekçi bo'lsa men pulimni qaytarib olaman. Bu gap qo'shalsangiz, bu shunday qilamiz ukam.
Ha bo'ldi, bekitib. Ayğın numarları. Ha, ma'qul, ma'qul. Ha. Supirgi shartligi bo'lsin. Ha, yani qanday numarlar denge? Numarlarni tekshiramiz endi. Numarini mi Ha, tekshirasiz? tekshiramiz. Birinchi numar erlarning o'rilishli kollektiv usul. Erle, vay cavkan, bir tabii ayalla oynamam böyle olsun ne? Qanday usul o? Or usuli. Qanday qilay, Vafka, bu xamirlikdagi ori bilan mening bu shirkitimning nima munosabati bor ukam? Bu bomba ishlatmayli bo'lsin, ketkizatmayli bo'lsin shuni. Oy, ketkizatib olmaydi, bekitib olgan numari bu. Undan olsa men qilayli ukam. Qanday qilamiz? Ularning qo'ldagi orini elib bitib, supigini tutqizib qo'ying, supigi bilan o'ynasa bo'lsin ne? Voy, u chaqda qanday usul bo'ladi bu? Supigi usul ondan da televizorda dum tang deb o'ynaydi u ne? Ha. Onun qo'liga supigini tutqizamiz. Dum tang shat. Dum tang shat desak shart deb tutib ekan bo'lsa. Qanday qilamiz? Ada